Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Arra odam Reze hikoyasi animesini to'liq tahlil qilamiz va anime haqida gaplashamiz. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qanunda boshladik. Videoni boshlashdan oldin Arra odam animesining birinchi fasl tahlilini kanalimdan ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Anime har doimgidek Denji va Powerning ertalabdan janjallashdan boshlanadi. Arra odam Reze hikoyasi Reze arkini to'liq ichiga oladi. Reze bu juda ham kuchli bo'lgan bomba iblisi. Bir vaqtda 500 dan ortiq bombani portlata oladi va juda kuchli. U Denjining boshini aylantirib, aldab jonini olmoqchi bo'ladi, lekin uni Beam akula qutqarib qoladi. Beam Reze arkidagi Denjining yangi sherigi. Power ko'p qon ichib yuborgani uchun Makima undan qon chiqarib tashlash uchun uni olib qoladi. Denji esa Beam bilan topshiriqlarni bajarib turadi. Shundan so'ng Reze voqeasi sodir bo'ladi. Reze aslida animening asosiy va yuz personaji. Hamma voqealar uning atrofida bo'lib o'tadi. Reze esa o'q iblisiga ishlaydi. Dastlab Reze oddiy muloyim qiz sifatida ko'rinadi, lekin aslida u yovuz bomba iblisi. U portlash iblisi bilan birlashgan gibrid Denji kabi. Reze ham Devil Human gibrid hisoblanadi. U aslida ikki xil qiyofaga ega. Birinchisi biz ko'rgan oddiy qiz, kafeda ishlaydi, juda muloyim va mehribon. Denji bilan tez yaqinlashadi. Denjiga oddiy hayot orzusi haqida gapiradi. Shu sababli Denji unga chin dildan ishonib qoladi, lekin haqiqatda Reze Sovet SSR tomonidan tayyorlangan maxfiy qurol. Maqsadi Arra odamni, ya'ni Denjini qo'lga olish yoki yo'q qilish. Bu ishda u juda sovuqqon va tajribali jangchi bo'ladi. Ko'plar animeni ko'rib, u SSRga tegishli ekanini bilishmadi, lekin bunga belgi qilib Kishibe SSR haqida gapirib ketdi, ya'ni maxfiy tajriba va tayyorlovlar haqida. Denji Reze va Typhoon bilan dahshatli va qiziqarli jang qiladi. O'z potensialini ham kuchaytiradi, ya'ni Arraning yangi qobiliyatlarini ochadi. Shunday ekan, ikkinchi sezonda yana Arraning kuchlarini ko'ramiz. Reze bilan jangda Denji Beam bilan birinchi bo'lib Typhoonni o'ldirishdi, chunki u 10 daqiqada butun shaharni yo'q qilishi mumkin edi. Typhoon Rezega ishlab, unga bo'ysunadi. Keyin Rezening gali keldi. Baribir Reze ozgina Denjidan kuchliroq edi, lekin Denji Rezeni suvga olib tushib ketib yengadi, chunki suvda bomba portlata olmasdi. Va Denjini bilasizlar, xarakteri sal g'alatiroq. U Beam bilan Rezeni qutqaradi va Rezeni sevib qolgani uchun uni qo'yib yuboradi. Denji Makimaga xiyonat qildi. Endi nima bo'ladi? Hazil. Anime songa kelib Makima farishta bilan Rezeni o'ldiradi. Shu bilan anime tugaydi. Agar Reze bomba ko'rishiga o'tib olganda o'lmasdi, lekin o'tchiga Makima bilan farishta qo'yishmadi va hali ham o'q iblisi topilmagan. Kanalda Arra odam animesining birinchi fasl tahlili bor. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Video qiziqarli bo'lgan. Hammada savol tug'ilgani aniq. Nega hamma iblislar Denjini xohlashyapti? Iblislar uni yo'q qilish yoki nazorat qilishni xohlaydi. Iblislar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi yo'q qilish xohlaydiganlar, ikkinchisi nazorat qilish xohlaydiganlar. Chunki agar Arra odam dushman qo'liga tushsa, butun dunyo xavf ostida qoladi. Nazorat qilinsa esa mutlaq kuch bo'ladi. Aynan shu sabab Makima, Reze, Guahi, Katanamen kabi personajlar Denjining ortidan tushgan. U haqida hikoyalar ham bor. Iblislar dunyosida Arra odam iblislarni o'ldiradigan iblis, do'zaxdagi qasos sifatida tanilgan. Ko'plab kuchli iblislar uni sinab ko'rmoqchi, yengib nom chiqarmoqchi bo'lishadi. Shu sabab hamma kuchlar unga qarshi chiqishyapti. Denji dunyo taqdirini o'zgartira oladigan yagona mavjudot. Shu sabab iblislar undan qo'rqishadi, hukumat esa qo'lga olmoqchi bo'ladi. Kuchlilar bo'lsa, uni o'z tarafida bo'lishni xohlashadi. Xullas, Denji shunchaki bola emas, u dunyo qonunlarini o'zgartira oladigan qurol. Shuning uchun iblislar uni yo'q qilishni, ba'zilari esa nazorat qilishni xohlashadi. Va Makima Denjini o'ldira oladimi degan savol paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Birinchidan, Makima uni o'ldirmaydi va o'ldirsa ham to'liq Denji o'lmaydi. Chunki Denji gibrid, gibridlar to'liq yo'q bo'lmaydi. Yuragi pachita, saqlansa qayta tiklanaveradi. Makimaning maqsadi esa Denjini yo'q qilish emas, Arra odamni to'liq bo'ysundirish. Reze hikoyasi esa menga yoqdi. Hikoya patchi to'liq janglarga boy va 1 soat 44 daqiqa zerikmasdan ko'rdim. Grafika, action jang sahnalari joyida va animega 10 dan 10. Xullas, Makima Denjini kuchiga qolmoqchi. Shunday ekan, voqealarning qolgan qismini ikkinchi sezonda ko'ramiz. Ikkinchi sezon chiqishi rasman tasdiqlangan va anime shu yil oxiri yoki 2027-yilning boshida chiqadi. Agar qiziq bo'lsa, yana Arra odam animesi haqida video qilaman. Bugungi videoda sizlar bilan Arra odam Reze hikoyasi animesini to'liq tahlil qildik. Video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, xotirjam xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha Break it down.
dark ways.